O'qilganda boshqa, o'qilganda boshqa ma'no beradigan so'zlarni tahlil qilamiz. Dadajonisi deb yoziladi, pul tugadi deb o'qiladi. Yangi yil deb yoziladi, Oliviya mayonez deb o'qiladi. Maktab deb yoziladi, forma davomat deb o'qiladi. Iqror deb yoziladi, baloga qolgan kelin deb o'qiladi. Qarz deb yoziladi, qaytmaydi deb o'qiladi. Oylik deb yoziladi, pul tugadi deb o'qiladi. Kelsang urmayman deb yoziladi, endi o'lding deb o'qiladi. Mehmonga kelinglar deb yoziladi, o'zi sen yetmay turuvding deb o'qiladi. Shanba dam olish kuni deb yoziladi, baribir dam olmaysan deb o'qiladi. Poraxo'rlik deb yoziladi, usiz ishim bitmaydi deb o'qiladi. Suhbat deb yoziladi, g'iybat deb o'qiladi. Fikr bildiring deb yoziladi, gap qaytarma deb o'qiladi. Qizimizni o'qitamiz deb yoziladi, qizimizni boyga beramiz deb o'qiladi. Bir pasda kelaman deb yoziladi, 2 soat yo'q bo'laman deb o'qiladi. Kiyim olaman deb yoziladi, pul ketadi deb o'qiladi. Endi gaplashamiz deb yoziladi, endi gaplashmaymiz deb o'qiladi. Bolaga uyga vazifa berildi deb yoziladi, ota-ona uchun stress boshlandi deb o'qiladi.